Salam dost, hammaga salom do'stlar. Bize bugün gullarni yana maqtab chiqyapmiz. Juda ko'p chiqmovdik. Shunga bugun mayli juda chiroyli gullar kelganiga maqtab chiqib verdik. Mana geran gullarimiz. Mana bu Kamila degan gullarimiz. Mana g'unchalari bor. Gullar ham turibdi desam, qaytib o'zini guli ekan. Mana ikkinchisi bu ham gullagan. Mana atrofkalarimiz, mana bu gulni ismini qo'ydim. Kim buni adını qo'ydi? Guzmanya. Вот, ina Guzmanyadan gullarimiz ham bor ekan. Ina belada. Женский части Guzmanya. Мужской части женский, ina женские. Bitchasam Guzmanya. 110 ming so'm ekan. Gelin alaverasizlar. Bundan bayağı güllerimiz acayip kaybolsa görülse zor. Geleverasizlar yana arka xiva üreye çabara verasizlar. Zakritin eldine. Yine bunda etçilerimiz ham bor. Hazır birisini atıştık. Keyinki bozar elbette hemmesi atışıp koyamız. Juda chiroyli, acayip. Mana bu sort juda acayip erkek. Mana bunda güllab turgan atrofkalarimiz ham bor edi. Chiroyligina. Bir de rozalarimiz. Hozir. Mana rozalarimiz. Pushti, qizi hammasi bor. Zeskitchasida mana bu sariq rozalarimiz, mana bu tirmashib chidadigan rozalarimiz bor, o'shalar. Mana shunaqa qilib hammasi roza bilan. Bu gullar. Mana ramashkalarimiz, sal kichikroq holatda klublarimiz, lolalarimiz mana g'uncha bo'lganlar uyda qolib ketibdi, boshqa yashib ko'tarib kelibmiz. Shunga g'unchalarni keyingi bozor ko'rsatamiz abdurko'r. Mana kattakan rozalarimiz ham bor. Uzunligi yarmga keladi. Burun qancha ekanligi yodimda yo'q mana. Bular ham xudo xolasa tez orada ochiladi. Mana bu ham bor. Tuxumlarimiz ko'rsangizlar. Bir adam Gulab turibdi, qizarib. Juda zo'r. Kelib olaverasizlar. Mana shik shoxim. Qizarib gulab turibdi. Xo'sh do'stlar, 97lik 451 8434 raqamiga telefon qilib bozor Yangialik, Urganch yoki boshqa bozorlarga